obdan çaynaң. Odatda mudir qutliq tamoqni ko'rib bo'lgandan keyin balalar "Yedim әмсә" deyishgunicha tamoqqa tutish qilishadi. Ammo tramvay maktabda bu arada yana bir bo'lak umumxo'r qo'shishga to'g'ri keladi. Bu tramvay maktabning haqiqatan boshqacha tarafi edi. Maktab mudiri musikat bo'lib, o'zi tamoqdan avvalgi naqsha deb bir naqsha yozdi. Biroq bu naqshining notasini bir ingliz yozgan bo'lib, maktab mudiri tekstini yozgan edi. Amaliyotda texim to'g'risini aytsak, maktab mudiri aslidagi naqshaga o'z yozgan tekstni almashtirgan edi. Aslidagi naqsha dangliq qiyiq haydash naqshasi edi. Hayda hayda qiyiqni hayda, iqin bo'ylab oqqin tuvanga. Layla laylay layla lay, turmush degan o'xshar go'zal tushga. Maktab mudirining almashtirgan naqsh teksti mundaq edi. Çaynaң, çaynaң, obdan çaynaң, qutidagi tamoqlaringizni. Çaynaң, çaynaң, obdan çaynaң, yeydigan narsalaringizni. Bu naqshini etib bo'lgandan keyin andin hammanglar tangla. Yedim әмсә, deydi. Maktab mudiri hayda hayda qiyiqni hayda degan ohangga çaynaң, çaynaң, obdan çaynaң degan naqsh tekstini nəhayət uslub bilan almashtirib olgan edi. Tramvay maktabni bitkizgan nurg'un o'quvchilar cho'ng bo'lgandan keyinmi yana bu ohangni tamoqdan avvalgi naqshining deb qaraydi. Maktab mudiri balkim o'zining tishi tushib ketganlikdan bu naqshini yozgandi. Biroq taxim zo'r ehtimolli shuki, maktab mudiri apandim tamoq yegan chaqda ozroq vaqt sarf qilib, xushal kayfiyatda do'stlar bilan paranglashib o'tirib, tamoqni asta yeyish kerak deganni texmi muhim deb qarg'an bo'lishi mumkin. U bolalarga uzluksiz shunday ta'lim bergan. Ehtimol maktab mudiri bolalarni unutib qolmaslik uchun yuqorqi naqsh tekstini yozgan bo'lishi mumkin. Qisqasi, hammanglar tamoqdan avvalgi naqshini o'ylik aytib bo'lib, andin "Yedim әмсә" deb qo'yiblar, dengizning ta'mi tog'ning ta'miga hujum qilishga boshladi. To'to'm albatta shunday qildi. Salning ichi bir hazar jimjitlikqa cho'mdi. Sayli qilish. Tushlik tamoqni yeb bo'lib, Toto savodashlar bilan maktab qo'risida birdan sakrab o'yindi. Tramvay sinfga qaytib kirgandan keyin muallim hammanglardan "Bugun savodashlarning o'rganish ifodasi nihoyat yaxshi bo'ldi. Endi nima qilg'inglar bor?" deb so'radi. Toto men nima qilsam bular? deb o'yinib bo'lguncha hammanglar tanlab to'ladi. "Sayli qilayli." "Yaxshi-g'o, әмсә mangayli", dedi muallim. Muallim so'zlagach, o'rnidan turdi. O'quvchilar darhol tramvayning eshigini ochib, oyoqlarini kiyibla ushqandek chiqib ketishdi. Toto, dadisi va podichi it Roki bilan birga sayl qilib boqqan bo'lsa-mu, ammo maktabda musirqa chiqib sayl qilg'il bo'lganligini azaldan o'ylab boqmagan edi. Lekin Toto sayl qilishni aslida nihoyat yaxshi ko'radi. Shunga u aldirab tinab oyoqini kiydi. Toto muallimning birinchi soatlik dars vaqtida bir kunda o'rganadigan bilimlarning hammasini do'stga yozib qo'ydiganligini. Agar hammanglar intayin tirishib, tushdan burunla bir kunlik o'qish planini tugatib olsa, tushdan keyin sayl qilishga borsa bo'ldiganligini. Bu nuqtada birinchi sinfdan 6-sinfgacha bo'lgan bolalarning hammasi bardak ishganligini keyin uqdi. Maktab darvozadan chiqqandan keyin muallim bolalarning o'ttirsida maqdi. Birinchi sinfning 9 o'quvchisi kichik daryoni bo'ylab maqishdi. Soyning ikki qirg'og'ida ham igiz, ham cho'ng No'ruzgul daraxtlari qator-qator o'sgan edi. No'ruzguli texnik yaqinda ochilgan edi. Hozir butun atrofni qichigullik qoplagan edi. Bugungi kunda bu soy bir bozorga aylangan. Atrof uy va magazinlar bilan tixmi-tix bo'lib ketgan edi. Biroq ayni chaqda bu yer asosan degudek etizliq edi. "Biz 9 fazilat butxansiq sayl qilg'il bor ekanmiz", dedi bo'jangillik uzun ko'nglik kiyib olgan qiz Achiko. Achiko Toto'ga "Burun 9 fazilat butxansidagi ko'lning yanida yilon ko'rgan edim.
9 fazilat butxasida bir quduq bor. Bu quduqqa aqar yulduz tushib ketibdi degandek bir muncha ishlarni so'zlab berdi. O'quvchilar varqirab jarqirashgunicha aldi qarab ketyotdi. Ko'p-ko'k osmonda chiroyli kepinaklar parvoz qilib uchyotdi. Taxminan 10 minut mang'andan keyin muallim qadamini to'xtatdi-da, sariq qichi gulni ko'rsatib turib so'radi. Bu qichi guli qichi nimishqa ichachaklaydi? Buni bilamsizlar? Arqadan muallim analiq va otliq haqidagi bilimlarni so'zlashga boshladi. O'quvchilar yo'l bo'yida so'ngziyib o'tirib, qichi gullarni kuzatdi. Muallim o'quvchilarga kepinaklarning gullarning ichilishiga yordam berayotganligini aytdi. Darvaqa kepinaklarning aldirash turqidan haqiqatan gullarga yordam berayotgandek qiladi. Uningdan keyin muallim yana aldi qarab bordi. O'quvchilar ko'z tishni aqllashtirib o'rinlaridan turishdi. Kimdir biri "Otliq ko'z qizirishga o'xshamaydigandi" deb qoldi. Yapon tilida analiq, otliq va ko'z qizirish degan bu 3 so'zning oxirgi tovushi o'xshaydi. Shunga bu bola mushundaq gumonlangan. Toto ko'nglida o'xshamaslik mumkin deb o'yladi-yu, o'zimi aniq bir qarorga kelolmadi. Biroq analiq bilan otliq nihoyat muhim. Bu nuqta hammalarga intayin tushunishli bo'lib ketgan edi. Yana 10 minutdek mang'andan keyin büyük baraqsan bir daraxt zorliqni ko'rishdi. 9 fazilat butxonasi ash yerda edi. Butxonaga kirgandan keyin hammalar tushmitishdan o'zi yaxshi ko'radigan joylarga qarab yugurishdi. Achiko, biz berib aqar yulduz bar quduqni ko'raylik-chi, dedi. Toto, bo'ladi, degunicha Achikoga ergishib yugurdi. Bir quduq degan bilan amaliyotda ular ikkisining maydisi kelgidek egiz edi. U quduq tosh bilan o'yilgan bo'lib, yana yog'ochdan yasalgan bir to'riga bor edi. Ikkisi quduq tovuqini ilib tuvanga qarab edi, qop-qorong'ili bilindi. Ko'zlarini yo'g'on ichib yana qarab edi, beton yoki tosh parchasi ekanligini bilgil bo'lmaydigan yo'g'on bir narsa g'uva ko'rindi. Toto tasavvur qilgandek chaqnab turgan yulduz hech ko'rinmaydi. Toto quduqning ichiga engishib qarab, biroz o'tgandan keyin beshini ko'tarib Achikodan "Sen yulduzlarni ko'rganmi?" deb so'radi. Achiko beshini chayqadi. "Bir qatimmi ko'rmadim. Nimishqa nur chaqnamaydigandi?" dedi Toto birdan o'ylanib olib. "Undaqda yulduz uxlab qolganmidi ya?" dedi arqadilla. Achiko hayron bo'lib, "Yulduzlar uxlamdi?" Toto'mu toza ishonch qilolmay itlikla. "Meningcha yulduz kunduz uxlab olib, kechda nur chaqnatgandi." Keyin hammalar birlikda ikki muhaykalning haykalini ko'rib, haykalning qursiqqa qaragancha tinmay kulishdi. Ammo qorong'i butxonda cho'ng butning haykali kishiga sal qo'rqinchli ko'rinadi. Hammalar shundoq o'yladi bo'lg'ay, uning o'g'irliqcha bir necha qadam qarab qo'yishib, andin putlarini arish itining yo'g'on oyoq izi qilib qolgan toshga qo'yib, o'zining putini arish itiniki bilan selishtirib baxdi. Ko'l bo'yini aylanganda hammalar ko'lda kiyim haydayotgan kishiga "Yaxshi turibsiz!" deb varqirashdi. Qabristonlikning atrofida hammalar ushoq qora toshlarni terib olib, siziq o'yini o'ynashdi. O'ynab hammasi buxadan chiqqandek bo'lishdi. Bo'lib Toto sayli qilg'ili tunji qilib chiqqachqa, har navbat biror yangi narsani payqaganda hayron bo'lib, xo'shalligidan tovlab ketadi. Atiyasning quyoshi harib kisal qiyinqiyvidi muallim. "Endi ketaylik", dedi. Shuning bilan ko'pchilik yana qichi gullari va no'ris gul daraxtlar orasidagi chig'ir yo'ldan o'tib maktabga qarab bordi. Bolalar uchun aytganda, sayli qilish erkin azoda buxadan chiqich o'ynab oladigan vaqt edi. Shuning bilan birga sayli qilish tabiiy fanlar, tarix va jonliqlar haqidagi bilimlarni o'rganib olg'ili bo'ladigan qimmatli dars edi. Bu nuqtani bolalar hozir ancha tunib ketmagan edi.
Toto savoqdoshlar bilan bir qo'r tunishib, o'zini ular bilan burundan birga yurgan qadinasi do'stlardek sezdi. Shunga qaytish yo'lda Toto hammaylanga "At yana kelib sayli qilaylikmi?" deb ullik taklif berdi. Balalarning hammasi hayajonlangan holda sakrashib tangla. "Shundaq bitishdi qamsa" deyishdi. Kipineklar yenil shundaq qaldirash edi. Yiroq yaqindagi qushlarning yaqinlik sayrashlari alınib turadi. Totoning qalbi to'lib toshgan xushallikqa jo'r bo'ldi.